Akalar, assalomu alaykum. Yana bir bor bitta yana ishlari sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. Ko'pchilik qiziqadi ishlariga. Malibuyimizni inshaalloh salon himsikalar tugadi. Bitta usti mo'ka bo'ladi, polirovkaga kirib ketadi. Qaranglar, mashinamiz o'ta darajada mativi bo'ldi. Qarang, svejiy bo'ldi mashinaning ichi. Qo'llar taylari bilan bo'lgan. Bu hidlari ham o'zgarib qoldi mashinani. Ancha zavodskiy hidiga qaytib qoldi. Mashinamiz 80 mingdan oshib yurgan. Inshaalloh mativi qilib, chiskalarni qilib bitkizib qo'ydik. Bu yerda next uchimiz polirovkalar ketyapti. Qaranglar, mashinaning chizilib ketganini. Uzun chizalar juda ko'p mashinada. Bu holat og'ir. Bu yerda patrollar chiska bo'lyapti. Shunday qilib ta'mirda polностью patrollarni chiskalarni qilyapmiz. Bu yerda polirovkalari bo'ldi. Qaranglar. Oyna darajada bo'lyapti. Taraflari bo'lgan, inshaalloh 2 etap bo'lgan, bozor ichki ketadi mashinamiz. Bu yerda Equinox'ni polirovkalarini boshlab oldik. Kapotini qaranglar, chaqa-chuqasini ko'pligini mashinamiz 150 ming yurgan. 150 mingda shu holatga kelib qolgan. Chaqa-chuqa ko'payib ketgan o'ta. Bularni kraskalarni to'ldirib beramiz inshaalloh. Polirovkalarni boshlab olganmiz. Kraskalarni polni tozalab qo'ydik kuzov ustidan. Tozalab turib polirovkalarni qilyapmiz. Bemalol xizmatlar bo'yicha kelaverasizlar akalar. Sizlarning ham ishinglarni o'ta shunaqa qilib sifatli qilib bitkizib beramiz. Ishinglarni o'ta shunaqa qilib ish so'ragan qilib beramiz.